Siz ba'zida o'zingizni boshqalardan ko'ra sekinroq deb hisoblaysizmi? To'xtang. Siz ahmoq emassiz. Gap IQ darajasida ham emas. Tasavvur qiling, miyangiz bu kompyuter simlari. Bu simlarning ustida miyelin degan qobiq bor. Xuddi elektr simidagi izolyatsiya lentasi kabi. Agar bu qobiq qalin bo'lsa, signal tez uchadi. Agar yupqa bo'lsa, signal yo'lda yo'qoladi. Lekin eng zo'r yangilikni aytaymi? Bu qobiqni o'stirish mumkin. Biror ishni qayta-qayta qilganingizda miyangiz bu simlarni qalinlashtiradi. Bu sehr emas. Bu shunchaki mashq. Lekin ehtiyot bo'ling. Stress va uyqusizlik bu qobiqni yeb bitiradi. Siz tabiatan tez bo'lishingiz mumkin, lekin noto'g'ri hayot tarzi sizni sekin qilib qo'ygan. Tezroq o'ylashni xohlaysizmi? Miyani qiynamang. Shunchaki yaxshilab uxlang. Chunki tezlik bu sovg'a emas. Bu organizmning sog'lom holati.